Navbatdagi savolimiz chizmada tomoni 4 ga teng bo'lgan muntazam oltiburchak tasvirlangan. Keyin mana bunday yig'inda vektorlar qiymati so'ralmoqda bizdan. Xo'p, buni tomon 4 ga teng deyapti. AB vektor F birinchi qavsni qo'shib olsam, F vektoriga Y vektorini qo'shib oladigan bo'lsam, o'zi vektorlarni qo'shishim uchun birinchi vektorni oxiriga, ikkinchi vektorni boshiga olib kelib qo'yilgan bo'lishi kerak. Xuddi shunday bo'lib turibdi. Endi bu yig'inda vektor bo'ladi. Yig'inda vektorning yo'nalishi bu tomonga qarab chiqadi. Shunda u yig'inda vektorning qiymati bizda qaysi vektorni berdi? F D vektorini berdi. Yozamiz. Shunda AB vektor qo'shamiz. FD vektor ko'rishigacha olib keldik. Endi buni qo'shib olishimiz uchun FD vektor bu yoqda, AB vektor bu yoqda. Bizlar bularni qo'sha olishimiz uchun bu vektorni parallel ko'chirishdan foydalanamiz. Ya'ni parallel ko'chirib olib borish mumkin vektorni. Shu vektorni hozir nusxalab olib, keyin ko'chirib ko'rsam mana. Shu vektorni parallel bu joyga olib kelib qo'ysam, mana bu ed vektorni ustiga tushadi. Endi buni bunday qilib qo'sha olmaymiz-da, chunki bunday qo'shishimiz uchun nima bo'lish kerak edi? Vektorni oxiriga, birinchi vektorni oxiriga, ikkinchi vektorni bosh qo'yish. Ikkinchi vektorni bosh qo'yish kerak. Buni bunday qilib qo'ysam, xuddi shunday qo'shib o'tmaydi mana. Bu yergacha o'tkazib yuborsam. Xuddi shunday qo'shib o'tadi. Ya'ni endi qo'shsak bo'ladi. Mana bu tasavvur qilamiz, AB vektor shu yerga keldi. Xo'p, ustiga yozib qo'yaman mana AB vektor deb. AB vektor shu joyga keldi. Endi yig'inda vektorni chizaman. Mana birinchi vektorni oxiriga, ikkinchi vektorni boshiga keldi. Bu yig'inda vektor bo'ladi mana bu. Ikkita vektordan yig'indisi. Bu yerni qandaydir K nuqtasi desam, demak bu FK vektori bo'ldi. Endi bizda FK vektorini uzunligi so'ralmoqda. FK vektorini moduli uzunligi so'ralmoqda. Qolgani endi geometriya. Uchburchaklardan ketaveramiz. Bu yerdagi burchak 120 gradus bo'ladi. Bu yer 30, 30dan muntazam oltiburchakda. Endi 4 bo'ladigan bo'lsa, bu uzunlik 4 ilzosida 3 ga teng bo'ladi. AB tomoni 4 bo'lgandan keyin bu yer ham 4 ga teng deb olishimiz mumkin buni. DK vektorini AB ga teng deb oldik, 4 bo'ladi. Bu yerdagi burchak esa 150 gradus bo'ladi. Buni qiymatini x desam, endi kosinusdan teoremasidan foydalanamiz. X kvadrat barobar 4 ilzos 3 kvadrati qo'shamiz. 4 ning kvadratini ayiramiz 2 ko'paygan. 4 ilzos 3 ko'paygan. 4 ko'paygan kosinus 150 gradusga. Shunda x kvadrat teng bo'ladi 48 qo'shamiz 16 ni kosinus 150 gradusda minusdan ilzosda 3 taqsim 2 deydigan bo'lsam, ikkilar qisqarib o'rta musbatga aylanadi mana bu ishora. Ilzos 3 bilan ilzos 3 ko'paysa 3, 4 4 16 yana 48 bo'lib ketdi. X kvadrat teng bo'lib qolar ekan shunda. X kvadrat teng bo'ldi 112 ga. Bizlar 112 ni 16 ko'paygan 7 deyishimiz mumkin. Shunda x ning qiymati 4 ilzosida 7 bo'lib qolar ekan. Javobi D bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.